dunyo siyosatida urushlarda juda ko'p ishlar bo'ldi. Shulardan biri bu Rossiya Ukraina frontda sodir bo'layotgan voqealar va qo'qqisdan Ukrainaning Rossiyaning o'ta ichkarisiga, Sibirga, Irkutskka bergan zarbalar. Endi Irkutskka zarba bergandan keyin men Murmanskka bergan zarbalarni eslamayapman ham, chunki endi Irkutskning oldida Murmansk masofasi katta emas. 4,5 kilometr, 4,5 kilometr ekan, ya'ni Ukrainadan uzoqligi. Markazdan, Ukrainaning markazidan 4,5 kilometr uzoqlikdagi joyga Ukraina qo'qqisdan zarba berdi. Shundan kelib chiqsak, birinchi savolimiz Abduvali aka, Ukrainaning bu hujumi kutilganmidi? Menimcha bu yerda Rossiya Federatsiyasi atayin yo'l ochib berdi degan menda bir xavotir, qarashlar bor. Chunki dunyoda biz yaxshi bilamiz, Rossiyaga nisbatan bosim juda kuchli, unga nisbatan sanksiyalar, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida hatto Rossiyaga nisbatan juda kuchli sanksiyalarni qo'llash, unga uning asosiy boyligi bo'lgan, eksport boyligi bo'lgan neftga olaylik, neftning bojini, ya'ni neft mahsulotlariga bojni 500 barobarga oshirish haqida gap ketyapti. Ya'ni kimdir Rossiyadan neft sotib olmoqchi bo'lsa, mabodo sanksiya qo'llangan taqdirda u davlatlarga nisbatan ham sanksiya qo'llash masalasi ko'rilyapti. Demak, Rossiya dunyodagi o'zining avtoritetini yoki bo'lmasam nufuzini yomon otliq emas, balki yaxshi otliq bo'lish uchun qattiq harakat qilyapti. Demakki, mana biz yaxshi bilamiz, tinch aholiga nisbatan diversiya sodir etildi. Mana temir yo'l bo'yicha birdaniga ikkita hududda ko'prik portlatildi, temir yo'l sostavlari izdan chiqdi. Bu yerda 37 yo 40 dan ortiq inson halok bo'ldi. Mana birinchi kunning o'zida yana Rossiyaning 5 ta aviabazasi, ya'ni samolyotlar saqlanadigan bazalariga hujumlar qilindi va aytish kerakki, bu yerda Ukrainani ham yomonotlik qilish, ya'ni Ukraina ham masalan jabrdiyda emas, balki uni agressor sifatida ham ko'rsatish maqsad qilingan. Bu birinchi masala. Va ikkinchi tomondan bu ayrim davlatlarning Rossiya va Ukraina o'rtasida boshlanayotgan urushi, o'sha boshlanayotgan muzokaralarga xalal berish. Bugungi kunda aytish kerakki, Buyuk Britaniya mana shunday ikki birodar xalqning o'rtasiga aslida sovuqchilik tushirgan, urush keltirib chiqargan mamlakatlardan biri va aynan mana shu hujumda Buyuk Britaniyaning ham qo'li borligi aytilyapti. Va masalaning yana bir uchinchi tomoni borki, Ukraina masalan olaylik, biz unaqangi bir zaif davlat emasmiz degan ma'noda, ya'ni muzokaralar boshlanishidan oldin o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganga o'xshayapti. Ya'ni bu operatsiyalardan, diversiyalardan ko'zlangan maqsad o'sha Istanbulda bo'ladigan muzokaralar chog'ida Rossiyaga bosim ko'rsatish xatti harakatlardan biri bo'lish ehtimoli ham yuqori. Chunki Rossiya 30 kunlik o't ochishni to'xtatish rejimiga ko'nmayapti. Ya'ni Ukraina talabini nazar pisand qilmayapti va biz operatsiyalarni oxirigacha yetkazamiz degan ma'noda. Va men 5-dan endi balki kelajakda bu xatti harakatlar ko'zga tashlanadi, lekin hozircha Rossiya o'zining siloviklariga, ya'ni kuch ishlatar tizimlariga, masalan FSB deylik, yoki bu yerda ichki ishlar tizimlari bor, yoki mudofaa vazirligi, ularni sovuqqonlikda yoki mansabini suiiste'mol qilish, umuman harakatsizlikda ayblagani yo'q. Hech kim hozircha iste'foga chiqarilgani yo'q. Xuddi man shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, buni Rossiya atayin yo'l qo'yib bergan bo'lish ehtimoli bor. Ya'ni mana Ukraina jabrdiyda mamlakat emas, u ham bizga nisbatan agressiya uyushtiryapti, qo'poruvchiliklar sodir etyapti degan ma'noni
keltirib chiqarish ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Agar chunki Rossiya bu yerda juda katta talofat, haqiqatda mana Al Jazeera yoki boshqa ommaviy axborot vositalari tarqatilayotgandek Rossiya 7 milliard dollarlik yo'qotishlarga uchraganda edi, o'sha kunning o'zida yoki ertasiyoq juda katta zarbalar bergan bo'lardi. Demakki bu yerda menimcha Ukraina bo'rttirib ko'rsatayotganidek 40 emas, balki 10 dan oshiq samolyot. Hozir oxirgi raqamlar 11 deb berilyapti hozir. Kam bo'lishi kerak, chunki bu Ukraina tomonidan agar 40 ta samolyot yo'q qilinganda yoki ularning aksariyati strategik bombardimonchi samolyotlar bo'lganida edi, mening nazarimda Rossiyaning hujumi juda yirik va samarali hujum sodir, balki Areshnikni ham qo'llagan bo'lishi mumkin bo'lardi. Bu yerda mening nazarimda balki yirik davlat, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining ham ikki tomonlama o'yini bo'lishi mumkin, ham Ukraina ham Rossiya bilan. Ya'ni kim bu yerda Donald Trump imkoni boricha Rossiyaga sanksiyalar qo'llashdan qochyapti va endi uning ham tili uzun bo'lyaptiki, masalan, uni ham muxoliflari bor, o'zini komandasining ichida Rossiyaga qarshi bo'lgan kuchlar ham yetarli. U mana shu muzokaralar ruhini saqlab qolish uchun Rossiyaga masalan sanksiyalar kiritishini masalasini cho'zyapti. Demakki, endi uning qo'lida ko'zir paydo bo'lyapti. Ukraina ham jabrdiyda mamlakat emas. Mana e'tibor qilaylik, Kit Kellogg'ga fikrlariga. Mana kuni kecha bayonot berdi. Rossiya agressor emas, Ukraina ham jabrdiyda emas deyapti. Demakki, bundan ko'rinadiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining pozitsiyasi oydinlashib boryapti. Bu gapi bilan nima demoqchi? Kit Kellogg, bilasiz, u Ukraina parasi edi. Juda ham oldin yaqin o'sha muzokaralar boshlangan paytda Ukraina tarafida turib fikr munosabat bildirdi. Hatto Vladimir Putin uni Rossiya Ukraina bo'yicha muzokaralardan olib tashlashini Putin kechirasiz Donald Trampdan so'radi va Kit Kellogg o'rniga Uitkov muzokaralarga, Moskvadagi muzokaralarga jalb etildi. Demakki, Kelloggning ham fikri o'zgaryapti. Bu yerda u ochiq aytdi, bu urush Rossiya Ukraina urushi emas, balki G'arb davlatlarining Ukraina yordamida, ya'ni proksi urush olib boryapti. To'g'ridan to'g'ri emas, balki Ukrainani qo'li bilan biz Rossiyaga qarshi urush boshladik. Demak, endi bu yerda biz Rossiyani agressor sifatida ko'rmayapmiz demoqda. Demakki, Rossiyaning o'zi ham bunga yo'l ochib bergan bo'lish ehtimoli yuqori. Men bu yerda yana bir fikrni aytmoqchimanki, hech qachon ochiq osmon ostida 100% samolyotlar hammasi o'sha strategik samolyotlar deb aytmagan bo'lardim. Bu yerda ko'proq ta'mirga, ya'ni remontga muhtoj bo'lgan samolyotlar saqlanayotgan va ular orasida maket o'sha samolyotlar bo'lishi ham ehtimoli bor. Masalan, 100% demoqchi emasman, 50% yo 60%dir. Buning ichida maket samolyotlar ham borligini men inkor etmayman. Maket degan nima nazarda tutiladi? Maket bu yasama, rezinadan yasalgan, ya'ni bir qarashda ajratib olish qiyin. Men aytmoqchimanki, bu yerda Ukraina maxsus xizmati 1,5 yil agar Zelenskiyning fikriga qo'shiladigan bo'lsa, 1,5 tayyorgarlik olib borilgan bo'lsa 1,5 yil davomida, buni Rossiya maxsus xizmatlari bilmay qolishi mumkin emas. Bu bo'yicha alohida savolimiz bor, FSB bo'yicha. Abdul aka, demak, boyagi savolni biroz yakunlaydigan bo'lsak, o'zi umuman Rossiyaga Ukraina tomonidan o'sha kamida 1 oylik o't ochishni to'xtatish taklif qilinayotgan edi. Ya'ni buni Rossiya qabul qilmayotgani uchun ham Ukraina tomonidan buni ataylab, ya'ni mana agar qabul qilmasangiz mana bunday bo'lishi mumkin degandek ko'rsatib qo'yish ham emasmi? Albatta, bu fikrni ham men inkor etmayman. Haqiqatda o'sha 1-iyun kuni sodir etilishi
voqelikni hujumni yoki mana ikkita passajir o'sha poyezdga nisbatan diversiya sodir etilganini hisobga oladigan bo'lsak, agar siz bizning shartlarga ko'nmasangiz, ertaga bundan og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishimiz mumkin demoqchi. Ya'ni Rossiyani o'zini shartiga ko'ndirmoqchi. Lekin chunki bugun Ukraina oldida endi biz yaxshi bilamiz, o'sha Zelenskiy ham aytdi, bizni maqsadimiz mana shu hujumlardan ko'zlangan maqsadimiz Rossiyani o'zimizni shartga ko'ndirish, 30 kunlik, 1 oylik buni ochiq aytishni to'xtatish deyapti. Endi hozir buni oldida boshqa yo'l yo'q. Ochiq aytishimiz kerak, zaxira avvalo. Mana Rossiyani yana to'xtalamiz, talablarning orasida o'sha safarbarlik masalasi ham bor. Safarbarlik va o'sha g'arbdan yordam masalasi bor. Demakki, bu bejizga emas. Hozirgi paytda xohlaymizmi yo'qmi, to'g'ri, Ukraina ham masalan qolishayotgani yo'q. Jang maydoniga masalan yaradorlarni tashiydigan robot mashinalarni masalan ishga solyapti. Rossiya masalan zamonaviy, juda ham bir tezkor yoki juda katta balandlikda uchadigan dronlarni ishlab chiqarayotgan bo'lsa, Ukraina ham o'zi yoki o'sha g'arbdagi ittifoqchilaridan ham olyapti, dronlarni u ham takomillashtirib boryapti. Lekin bugun yerdagi vaziyatni hisobga olaylik. Mana Dnerdan boshlaylik. O'sha o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilingan, keyin Rossiya tarkibida deb e'lon qilingan Donetsk viloyatida Rossiya har kuni bitta yoki ikkita qishloqni egallayotgani haqida xabarlar bor. Yoki hozir Rossiya Zaporojye, Donetsk va Dnepropetrovsk viloyatlari tutashgan chegara hududda hatto Dnepropetrovsk chegarasiga ham o'tib bo'lgani haqida va hujumni davom ettirayotgani haqida xabar bor. Yoki Suma viloyatini olaylik. Ayrimlar endi inkor etishga harakat qilyapti, lekin Ukraina tomoni tan oldi yoki DeepState degan qandaydir bir o'sha platformalar bor. Ular ham aytayapti, Rossiya 6 qishloqni egalladi. Ya'ni Suma viloyatiga 20 kilometr ichkariga kirdi. Va Yunakovka degan aholi punktida hozir Rossiya hujum olib boryapti. Hozir Suma viloyatida Rossiya Ukraina mudofaasining birinchi eshelonini yorib o'tdi. Ya'ni mudofaa bu yerda esheloni 1, 2, 3 uchta mudofaa tizim bor. Birinchisi yorib o'tildi. Agar bu ahvolda ketadigan bo'lsa, masalan Rossiya menimcha kamida 150 ming askar bilan harakat qilyapti. Bu Suma viloyatiga, ma'muriy markaziga kirib borish ehtimoli bor. Yoki bu yoqda Lipsk va Volchanskiy ham masalan Rossiya bosimni oshirgan Xarkov viloyatiga. Endi to'g'risini aytganda bu yoqda Odessa bilan Nikolayevga ham masalan katta kuch tashlash, 500 mingli askarni yuborish haqida gap so'zlar bo'lyapti. Mening nazarimda hozir Rossiya mana shu frontning boshqa qismlarida hujumni kuchaytirish orqali e'tiborni chalg'itmoqchi Odessadan va keyinchalik bu yerga havodan va dengizdan kuchlarini tashlashi mumkin. Ya'ni men aytmoqchimanki, urush mana shu viloyatlarni egallamaguncha tugamaydiganga o'xshayapti. Ya'ni bu yerda Rossiyaning o'zi ham Ukrainani hujum qilishiga qandaydir bir sharoitlar yaratib beryapti.